bo'lgan masalan ko'p nikoh bo'lish, ya'ni ko'p xotinlik bo'lish haqqi Qur'oni Karim e'tirof qilgan, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnatlarida bayon qilingan sharoiti, imkoniyati yor bergan erlarninki birdan boshqa ayollarga o'ylanish haqqi bor. Buni ayollar e'tirof qilsin, qilmasin, bu erlarning haqqi. Qur'oni Karimdagi hukm, hadis sharifdagi hukm. Endi mashinaga o'xshagan ishlarga ayollar har qanday norozilik bildirdi. Namoz, 5 namozni o'qib, tahajjudni o'qiydigan ayollarmi norozilik bildirdi. Endi buning o'zini biz shu sarkashlik turiga, itoatsizlik turiga kirgizish mumkinmi? Endi sizlar degan muhojiratdagi qarindoshlarimizning orasidagi ayollik ba'zi azorliklar, aziyatlar, o'tilg'ilingan vahshiyona birisiga ig'ir aziyat yetkazishlarga nisbatan la havla va la quvvata illa billah deyishimiz to'g'ri keladi. Ya'ni muhojiratdagi ayollik havasi normaldan eshib ketaylik. Yani onu normal ayollik havası degilolmaydi. Biz yuqorida tushundirgan islom bizni talab qilgan ayollik muhiti unda olmaydi. O qapoqni ko'kaytirish, yuz ko'zni ko'kaytirish erlar tarafdan yoki ayollar tarafından ig'ir darajadagi itoatsizlik bu asla va asla bir oilaning xarakteriga uyg'un kelmaydigan ishlar. Bir musulmon ailening xarakteriga unda ailada na illiq muhit na salih farzand natija chiqmaydi. Unda qarindoshlarimizga deydiganimiz o'zini qaytadan tashvib qilish kerak. Ailesini qaytadan tashvib qilish kerak. Aile meselesi Qur'oni Karimda tekrar tilganlıqlar. Qur'onda namoz o'qinganda hatta namozning rakat soni haqida ma'lumot yo'q. Ro'zada ro'zning tafsiloti to'g'risida gap yo'q. Ammo oilaning tafsilotigacha, bujurligicha erlarga ayollarni tavsiya qilish, ayollarni erdan qo'rqishga tavsiya qilish, bolalarini tavsiya qilish, bujurligicha bu nima desa, ijtimoiy jamiyatningki kelgusisi, yani bizning kelgusisimiz. Yani bugünkü saat, tarixdan boshlab 20 yildan keyingi jamiyatning qanday bo'lishi, 20 yildan keyingi jamiyatning qanday bo'lishi bugun bizning oiladagi muomalaning muhitining qanday bo'lishiga bog'liq. Yani sen qanday bir oila muhiti shakllantirsan, kelgusidagi jamiyat boshqacha. Kelgusi jamiyatning qaqshigan har bir qaqshash, yuz bergan har bir salbiyat sening bugungi oilangda qilgan har bir nachar yoki yo'ldan sirt muomalang tufaylidan bo'ladi. Kıyamet günü sen oylamagan cinayetler aldığın keledi, tağdek cinayet aldığın keledi. Ben kaçan işlegen boğaytım deyip kalırsa, sen özden bilmen işlegen yapsa. Kıyamet günü tağdek ecirle, katı nimetle aldığın keledi. Ben kaçan kıgan boğaytım boşun deyse, ailandaki güzel muamele ve addi bir yaşlılık olan açtan nimet gelişim. Son kardeşlerimizle deydiğen artık. Gepimiz yok ama tekilmek çoğunumuz, ailede olsun. To'g'ri, tushunishlik. Navbatda muhojiratda hamma bilan bir xil titirgan holatda vatandan bo'lgan aloqamizning uzilishi, urug' tuqqanlarimizdan bo'lgan aloqamizning uzilishi, kelgusimizning qorong'ulishi, bizni iqtisodiy manbaning kesilishi, iqtisodiy jihatdagi ahvolimiz nacharlashishi, oilaning mas'uliyati bo'lish bilan erlarni bir jihatdan sal jiddiylashtirsa, yana bir hamroh bo'lish bilan ayollarni jiddiylashtirish o'ziga loyiq shaklda. Ermu bu cihette ciddileşiklik, ayalmı ciddileşiklik. Erinin oy xiyalımı şu, ailemni qanday qilib davomlashtirma, qanday qilib qirg'oqqa yetkazma, kelgusini qanday qilib o'rinlashtirma. Ayolning xiyalımı şu. Bu noktadan ikkili taraf birisiga harda ko'p qiliqli. Shunga biz bugungi kunda muhojiratda boshqa har qanday vaqt qolgan vaqtda o'zaro birimizga tushunishga, biz bu hayotni masalani hal qilishning 3 xil qadam bosqichining birinchisini o'zaro tushunish, suhbat ve nasihat birisiga nisbatan yaxshi tavsiya etdik. Mushu bosqichni oilada o'zaro tatbiq qilishimiz kerak. Erlar ayollarni tushunish kerak, ayollar erlarni tushunish kerak. Bu bir masala. Undan keyin sizlar tilg'agan ko'p ayollik masalasida. Ayol kishining hayotda yaratilgan ma'lum bir vazifasi bo'ladi. Shuningga yarasha yaratilgan ruhiy va jismoniy jihatda nurg'un alohidligi, nurg'un bir hozirliqlar bo'ladi. Erning shu
erdi bar nurgun afzallik ayolda yo'q, ayolda bar nurgun afzallik ayol erdi yo'q. Bir yaratilish psixologiya va fiziologiya jihatdan boshqasi o'xshamaydi. Alloh subhanahu va taolo insonni yaratgan zot bo'lish sifati bilan, bizning yaratuvchimiz bo'lish sifatimiz bilan erning qanchalik, ayolning qanchalik vazifaga ega va imkoniyatga ega, qanchalik ularning ma'naviy, moddiy ehtiyoji bor. Buning hammani bilgan bo'lg'achqa bizga shariat hukmlarida nima to'g'ri, nima xato, nima qilsang bo'ldi, nima qilmasang bo'ladi. Buni hammani yo'l qo'ygan. Buni bir mu'min bo'lish sifatimizdan qabul qilishimiz kerak. Ammo buning oldida biz alay ta'kidlaydigan bir nuqta, ayol kishining bir ehtiyojli bir tarafi bo'ladi. Mayli ma'naviy jihatdan yoki moddiy jihatdan. Biz so'zlab kelayotgan bu suhbat dal ayol o'tirdiki masalalarni hal qilish, o'zaro tushunish hosil qilish, illiq oila hosil qilish. Agar ayollarning ma'naviy, moddiy jihatdagi ehtiyoji qandalsa, oiladan illiqlik his qilsa, eridan rozilik his qilsa, ya'ni mundaqcha bir qizga xuloslagan vaqtda eriga ishonsa, erining oladigan har qanday qaroriga rozi bo'ladi. Erining har qanday oladigan qaroriga rozi bo'ladi. Ammo er kishi ayolining haqqini to'liq ado qilmay turib, masalan, ayolini to'liq rozi qilmay turib, boshqa yo'lni tanlasa, masalan, u xuddi ayol kishiga nisbatan o'zidan rozi bo'lmay, boshqa tarafdan o'zining roziligini izlayotgandek tuyg'u kelib qolgan hamonlam deydi, masala shu yerda yuz beradi. Ammo bir narsani nazardan saqit qilish bo'lmaydi. İnsan bo'lish bilan erdimi kundashlik bo'ladi, ayolda nima bo'ladi, kundashlik bo'ladi. Ammo kundashlikni bosqudek elliqlikni ba'sa, garchi bir tarafdan kundashlikligi uni Allohning masalan yo'l qo'ygan ko'p xotinlik desak, masalan ko'p ayollik desak, bu tarafiga qarshi chiqishga undigan taqdirdimi? Eridan ko'rgan yaxshilik, eridan ko'rgan odillik, eridan ko'rgan illiqlikning yoki erininki har qanday bir ishni qaro qilsa, masalan, yana bir oilani ko'paytirishni qaro qilgan taqdirdami, chuqum oqilona qaror qila oladiganligiga, mushu oilani zoya qilmaydiganligiga va yana bir oilani zoya qilmaydiganligiga. Nima ish qilsa ikki oilaninki yoki shu ayol yoki balalariningki yaxshiligini ko'zlab qildiganligiga ishonsa, o'zining ruhiy jihatdagi, psixik jihatdagi kundashligini qayrib qolib turib, kechiriga o'rnatib qo'yadi. Yani bunun mu birinci kademi? Yani ayollar bilan qanaqa qilish, faizuhunna degandek ayollar bilan suhbat o'tkazish, erning ayolni tushunishi, ayolning erini tushunishi va ayolga qarata o'zining majburiyatini to'liq ado qilishi, haq huquqlarini kafolat ega qilish buningdagi asosiy birinchi o'rindagi ishlar. Masalan, Rasulullohning davriga, sahobaning davriga qarasak, biz bek cho'ng masala his qilmaymiz bu ko'p oilalik masalada. Buni keyin din dushmanlari ko'paytib bir yangi yo'g'inotib, masalan, buni islomningdagi bir nihoyatda bir ayollarning huquqiga daxl etkazilgandek bir ish sifatida ko'rsatgan bilan, ammo tarixda biz ayollardan bek shikoyatni qanaqa qilmaymiz, ko'rmaymiz. Ta Osmonli o'rilganga qadar islom dunyosida, zaminning 3dan 2 territoriyasdagi islom dunyosida yo'l qo'yilgan bir tuzum. Tarixda nurg'un ishlar xotirlanaglik. Resulullah'ın uxluğa yerlerden tatip kiçik genişler hatta. Hacetini ada qilib bir yerga bağandın tatip addi işlerçi hatırlanaglik. Ama İslam dünyasında hazır kadar ayollarning bu haqda üzgü zulüm bo'lib ketdi qanaqagini, kengkilamlik shaklda shikoyat qilgani yoki bu masalaninki ayollarga bir zulüm yoki boshqa bir shaklda o'tirib chiqqandek bir xil ahvol xotirlanagli. Ammo juz'iy ahvollar ayrim masala. Masalan, bir odamning ayoliga zulüm qilib qilishi yoki amitaxonning anda sanda zulüm qilib qilishi normalda ko'p oilaga bo'lmagan taqdirda yuz beradigan ishlar, boshqa ahvolda yuz beradigan ishlar. Ammo kengkilamlik, jamiyatlashgan millat xarakter nuqtadan islom tarixidan 1500 yilning yoki 1400 yaqi ayollardan bu ko'p xotinlik tufayli, ko'p ayollik, ko'p oilalik tufayli o'zga zulm qilganini shikoyat qilgan cho'ng kengkilamli bir xotira hozirga qadar shikoyat kelmagan. Bu shikoyat qanday vaqt keldi desa, dal mas'uliyat masalasini aniq tushunmagan. Oilasiga nisbatan o'zining ado qilishga tegishli rolini ado qilolmagan. Oilaga bir ishonchi bilanmagan vaqtda o'rtaga chiqargan masala. Çünkü bu meseleni nuqul ayollarning ustiga atishni o'zi to'g'ri emas. Bu jihatda erlar o'zining mas'uliyatini tashabbuskorlikni ado qilish kerak. Ayollar shundalar eriga ishonsa, erining oladigan har qanday qaroriga mencha norozi bo'ladi. Oldi bilan bu Allohning yo'l qo'ygan. Mana bir nuqtani alohida ta'kidlash kerak. Bu bir ta'kidlangan yoki
qilsa savob bo'ladigan ish emas. Faqat yo'l qo'ygan ish. Hatta Qur'onda agar erlar vazifasini joyida ado qilmasa, iboratda agar qo'qsanglar degan bir iborat bor. Yani o'zimizni bir mas'uliyatchan odam deb turib olsak bo'ldi vaqtda. Bir mas'uliyatchan odam bo'lish sifatimiz bilan mas'uliyatimizni ado qilmasdan qo'qsaq Qur'onning ifodasi bo'yicha bir yaxshi. Qur'ondagi aniq ifoda bu. Yani masalan nega ko'p taqildi desa, erning mas'uliyatchanlik yoki mas'uliyatchanlik emasligini xiftum alla ta'dilu fawahida. Bu Qur'onning aniq ifodasi. Shunga masala erda buning oldiga yo'lni hozirlaydiganimi yoki yo'lini taqaydiganimi er. Agar takror desak, oilaning mas'uliyatini joyida ustiga ola olsa, ayoliga ishonch beralasa, ayoli shu ikkinchi oilaninki, ikkinchi uyning qurilishidan o'ziga nisbatan xavf his qilmay, o'zining haq huquqiga nisbatan amin bo'lsa, bu ish tusalg'iga uchraydigan ish emas. Xuddi tarixdan buyon tusalg'iga qanday qilmaganda uchramagan. Allah razı olsun. Dersimizni, bugünkü dersimizni, sohbetimizni inşallah